Payg'ambar alayhissalatu vassalam ashabi kiromlariga qarata, qaysi bir bandani 3 qizi bo'lsa-yu, ularni haloldan yedirib, ishtirib, boqib, dinli, diyonatli qilib, tengi chiqqan joyga uzatadigan bo'lsa, otani vazifasi mana shu joygacha demak. Uni eng o'sha qiladigan xizmati mana shu qizini parvarish qilib egasiga uzatishligi. Unday otalarga falahul janna. Alloh ularga jannat borligini aytdi. Rasulullohning tillarida. Bu Allohning so'zi. Chunki Rasulullohga aytilgan har so'z vahiydir. Va sahobalardan birlari turib, ya Rasululloh, agar birini ikkita qizi bo'lsa-chi, unga ham falahul janna. Va nihoyat birlari turdilarda, demak o'sha so'raguvchini faqatgina bitta qizi bo'lganligi uchun shu savolni so'radilar. Agar birini bir dona qizalog'i bo'lsa-chi, unda ham falahul janna. Unga ham jannat. Demak, qiz tarbiya qilganga Allohning rahmati yog'ilibdi. Muborak bo'lsin.